Bu gaplarni birinchi farzandim tug'ilganida bilganimda 1,5 oy qiynalmasdim. Ikkinchi qism. Birinchi qismini sahifamga kirib ko'rishingiz mumkin. Ketdik. Birinchisi, agar chaqalog'ingiz doimiy ravishda ko'krak oldida bezovtalansa, emib qo'yib yuborsa, har 20 daqiqada uyg'onib yana ko'krak so'rasa, bu sizda sut yetmayapti degani emas. Sut yetyaptimi yoki yo'qmi faqatgina bolaning vazniga qarab aniqlasa bo'ladi. Ya'ni chaqaloqlar 3 oygacha bir haftada 150 grammdan 250 grammgacha vazn yig'ishi kerak. Faqatgina shu vaznga qarab sizda sut ko'kragingizda yetyaptimi yoki yo'qmi bilsangiz bo'ladi. Chunki siqqaningizda ham, sog'ganingizda ham bola emgandek yetarlicha sutni chiqara olmaysiz. Ikkinchisi, har emganda chaqalog'ingiz bir osh qoshiq miqdorida qusib yuborsa, bu norma, ya'ni fiziologik holat. Ba'zida chaqaloqlar bir kunda bir osh qoshiqdan bir necha marta yoki 1-2 marta fontansimon ham qusib yuborishi mumkin. Agar vazn yig'ishda muammo bo'lmasa, siydiklari, ichib kelishlari normada bo'lsa, demak xavotirlanmasangiz bo'ladi. Uchinchisi, ona suti bilan oziqlanadigan bolajonlarga suv berish 6 oygacha mutlaqo kerak emas. Chunki ona sutining 80% suvdan iborat. Agar bolangiz 100% smesda bo'lsa, agar suv berishingiz mumkin. Lekin aralash bo'lsa, ya'ni yarimi smes va yarimi ona suti bo'lsa, unda suvni ham keragi yo'q. Hatto juda ham issiq bo'lsa, yozning chillasi bo'lsa, sutingiz sizga shirindek tuyulsa ham bolalarga suv berishning hojati yo'q. 6 oygacha qo'shimcha ovqat kiritganingizdan keyin suvni ham qo'shsangiz bo'ladi. To'rtinchisi, bolangizning qorni doimiy dam bo'lsa, har xil ovozlar kelsa, chaqaloq ko'p bezovtalansa, ichib kelishlari qanaqadir yashil bo'lsa, agar suyuq bo'lsa, agar birinchi navbatda sutli mahsulotlardan siz voz kechishingiz kerak. Chunki negadir onajonlar mevalarni, sabzavotlarni yeyishni to'xtashadi, lekin sutli kashalar va sutli choylardan voz kechishmaydi. Bilib qo'ying, birinchi navbatda sutli mahsulotlarni ratsiondan to'laqonli olib tashlash kerak. Chunki chaqaloqlarda odatda aynan sigir sutining oqsiliga bunaqa reaksiya bo'lishi mumkin. Emizish va chaqaloqlarning parvarishi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling. Mening ismim Shahlo, men emizish bo'yicha shaxsiy konsultantman.